Soat 11:30 bo'lishiga qaramay olingan zakazlarimizda yashayotib bizni. Bu mijozimiz srochno kerak deb qoldilar. Zakaz olib qo'ygan ekanlar. Iloji yo'q. Bo'yiga olib kelib yasashga majbur bo'lamiz. Kechgacha qaramay. Ertaga soat 12gacha taxlab berishimiz kerak bitdi. Ikkita stikerli qilib taxlab biza har ehtiyojga qarshi kuyib qolish xavfi bor. Spet ochib boshqaruq bo'lmasligi uchun hammasi to'g'riladi, hammasi izolentda olinadi hali bular qilingan. Diodlarni normal qilib teramiz ichiga. Kimga xuddi shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Xohlasangiz ikkita desanglar ikkita, uchta desanglar uchta qo'yib beramiz. Stiker muammosi yo'q. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Diodlarni ham yaxshi qalab bilan kuymaydigandan sifatli diodlar sotamiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar.